nega bu don sotilmagan hayron qolsam yoki hech kim ko'rmaganmikida, narxini eshiting, narxini akalar. Narxini 315 million deyilyapti. Qarshida bunaqa narxda hozir ikki xonali donni topish qiyin. Tiyim bola shaharda markazda joylashgan bo'lsa, mana shu xonani ko'rib turibsiz, keyin yo'g'oqchidan ikki xonali 5-etajda joylashgan. Endi ikkilamchiga ham qilib beraman debdi akamiz. Bu xonani bildik, demak asosiy xona. Asosiy xonadan detskiy xona bor. Bu tomonda zaldan kirganda detskiy xona qilsangiz ham bo'ladi yoki mo'jazgina spalniy qilsangiz ham bo'ladi. Chiroyligini qarang, yoqimliligini. Sanuzel alohida qilingan. Xo'p, oshxonachada demak mebelcha qo'yilgan, stolcha qilsa ham bo'ladi kichkina. Lokatsiyani ko'ring, aka, lokatsiyani ko'ring. Hamma biladi, soat desa Qarshini eng zo'r joyi viloyat hokimligi. Bu tomonda Karimov bitta ko'rsatgan, Karimov hazratlariga qarab turish. Park atrofimizda. Pasimizda bog'cha ham bor. Bog'chani ko'rsatib o'tamiz. Chiroyli joy, bolalar bilan maza qilib dam olsa bo'ladigan lokatsiya. Tapchonchani qarang, mana bu joyda chiroyli bir tapchoncha qilib parlarcha qilsa, pastda mahsulotlaringiz yig'adi, tepasiga Qarshini tomosha qilib o'tirsa bo'ladigan joy. Sotilib ketadi akalar, aloqaga chiqamiz, aloqaga.